Abbos ismining ma'nosini bilarmidingiz? Abbos so'zi abasa fe'lidan olingan bo'lib, bu fe'lning ma'nosi xo'mrayish, jiddiy bo'lish, qovog'ini uyish ma'nosini bildiradi. Abbos! Shu sababdan Abbos ismi qat'iyatli, qo'rqmas, jiddiy inson ma'nosini beradi. Bundan tashqari Abbos ismi arab madaniyatida sherlarning eng zo'ri, sherlarning eng qo'rqmasi degan ma'noni beradi. Abbos ismi islom tarixida payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning amakilarining ismi bo'lgan. Shu bilan birgalikda mashhur Qur'on mufassiri Abdulloh ibn Abbos nomi bilan bog'liq. Bu ism kuch, jasorat va qat'iyat ramzi sifatida foydalaniladi. Videoni Abbos ismli yigitlarga yuborib qo'ying va izohlarda yana qanday ismlarni ma'nosini bilmoqchisiz, shu haqida yozib qoldiring.